Ho, mana bu Zarmetda hozir mana shu ahvol, bular 8 soat bu yerda vaqt olyapti bular. O'zi shunday isigan bularda shunaqa bir o'yin qildi bular. O'rniga o'rin qo'yib yuboryapti hozir. Bu yerda endi mana qizimni hozir kirgizganman. Qizimni o'rniga bular yana o'zini odamini tiqyapti. Bu yerda shunaqangi holat ekan. Mana yuqorida Sog'liq saqlash vaziriga mana buni bildirish beramiz ertaga. Toshkentga o'zim ertalab uchaman. Mana shunaqa ahvol ekan bu yerda. Xohlaganini kirgizadi, o'zining qandaydir bilmadim bu qanaqa o'yin qilyapsizlar, men hayronman sizlarga. Qancha kutish kerak sizlarni? 8 soat noinsoqchilikda 8 soat kutyapmiz-da. Aytmaydi bular. 5 soat kutamiz degan mana soat nechi bo'lyapti? Mana 21:17. Ya Xudodan qo'rqinglar hozir, Xudodan buni. Ha? Ya kasalam mayli, kasal bu yerda men yuragim kasal, meni bilasizmi? Yuragim kasal hozir. Ya men yuragim kasal, shuni xohlayapsizmi hozir? Bir nimaga jo'natish xohlayapsizmi siz? Va allab kirgizib boryapti, kirgizib o'tiribman. Yana buni allab o'rniga boshqa odamni qo'yib yuboryapti. Rozi bo'ldi deyapti. Ya rozi buni allayapti, bu kichkina-ku bu, yosh qizku bu. Xo'p, mana hozir men buni YouTube kanalim bor, kanalimga joylashtiraman. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi prezidenti bundan tashqari bunaqangi endi Zarmetga o'xshagan mana shu nimalarni bu xizmat tekshiruv o'tkazishni so'raymiz. Xo'sh. Sog'liq saqlash vazirligiga ham shunaqa. Mana bu yerda odamlar o'zi bular navbatsiz qo'yib yubordi, shunaqa holat bo'lavergani uchun bu o'zi bir janjal bo'ldi hozirroq buni. Buni kameralarda ham mana ko'rsa bo'ladi. Bular endi hozir bu shuncha vaqtdan keyin yana buni hozir ishga tushirdi qildi. Yana shunda ham allayapti. Qarang, odamni o'rniga o'zini odamini qo'yib yuboryapti. Shunaqangi holat ekan bu yerda.